Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Javz qishloq dorivor o'simligi. Ismi dastarbosh. Ba'zi bir joylarda buymadoron va sariqbosh ham deyiladi. Rus tilida ismi pijma. Bu dastarbosh o'simligimiz soylarga o'sadigan dorivor giyoh hisoblanib, balandligi 1-1,5 metrcha chiqadi. Buni quritib olinib, 2 choy qoshig'ini yarim litr suvga qo'shib qaynatib biroz dimlab, bir piyoladan osh nahorga yosh bolalarga ichtirilsa, ichidagi qurt va gijjalardan batamom ozod bo'ladi. Siydik haydovchi xususiyatlarga ham ega. Bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi. Doktorlar tavsiyasiga ko'ra kam-kam iste'mol qilsak bo'ladi.